Kimni g'ami bo'lsa, kim mahzun bo'lsa, kimga dunyo tor bo'lib ketayotgan bo'lsa, kim qiynalib ketayotgan, siqilib ketayotgan bo'lsa, shu duoni yodlasin. Kim yodlamagan bo'lsa, shu paytgacha juda ko'p narsani yo'qotgan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'z ummatlariga shu duoni o'rgatganlar. Men sizga aniq 100% lik garantiya beraman. Chunki bu garantiyani Rasululloh sallallohu alayhi va sallam berganlar. Kim shu duoni o'qisa, Allohga iymon keltirib o'qisa, Alloh taolo uni g'amini yo'qotadi, g'amini o'zgartirib qo'yadi, mahzunligini ketkazadi. Aniq ishoning va bu duoni qiling. Va buni o'zgartirishligini ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar. Duo shu: Allohumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. معناته اللهم من سن قلينمن، قلينni o'g'liman, cho'ringni o'g'liman. Mani peshonam, taqdirim sani qo'lingda. Sani hukming menga o'tuvchidir. Sen menga qazo qilgan narsangda adolatlisan. Sani butun ismlaring bilan so'rayman. Sen o'zingni nomlagan butun ismlaring bilan so'rayman. Kitobingda nozil qilgan ismlaring bilan so'rayman. Xalqingdan birortasiga o'rgatgan ismlaring bilan so'rayman. Yoki g'aybda o'zing bilgan, biz bilmaydigan ismlaring bilan so'rayman. Qur'onni qalbimni bahori qilgan, sadrimga nur qilgan, mahzunligimni va g'amlarimni ketkazuvchi qilgan deb duo qilardilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Duodagi odobni qarang. Allohim men seni qulingman, qulingni o'g'liman deb Allohga haligi yolvorish odobini, Allohga qanaqa so'rashlik odobini bu duodan o'rganishimiz kerak. Alloh taolo hech bir duoni bo'sh qaytarmaydi. Hadislarda kelgandek Alloh taolo bandasini qo'lini bo'sh qaytarishga uyaladi. Alloh taolodan so'raylik, duo qilaylik. Alloh taolo albatta ijobat qiladi inshaalloh.